Xalqimizda dushman do'st orasidan chiqadi degan gap bor. Bu har kimni ham do'st sanab, unga siringni berib yurma. Oldin uni obdon sina, keyin sirdosh bo'l, yo'ldosh bo'l degani. Aks holda senga qalbaki do'st tutunib yurgan dushman siringni, zaif tomoningni bilib olgach, kuningni ko'rsatadi. Uradi, so'kadi. Mol u dunyoyingga, nomus u oringga, hatto joningga tajovuz qiladi. Mana aka topildi bu, ketdik. Ketyapti, buni ushlaylik, yuring endi. Mana bu 360 gradus aylanadigan kamera ekan. Usta bu mana, marhamat. O'z ko'rdlaringiz boyagi ahvolda men o'zim 15 yil davomida har qanaqa xonadonda ishlab kelaman. Shu ustachilik qilib kelamiz akalar. Endi misol uchun uyning egalari usta bu 2 midamizni olib turasiz endi. Misol uchun uyning egalari, ne только uyning egalari, любой odam musofir yurtda bo'ladi, uylarda hech kim bo'lmasligi mumkin. Ana shunaqa musofir yurtlarda ishlab, o'zlarini ushlab, uylarini mana shunday chiroyli ko'rinishga keltiraversalar, ba'zi bir kerak bo'lsa qarindoshlarining ichidan ham shu odamlarni ko'rolmaydigan odamlar chiqadi. Qo'shnilarning ichidan ham ko'rolmaydigan odamlar chiqadi. Qo'shniroq ishda ba'zi bir men ko'rganman shunaqa narsalarni. Misol uchun men unaqa jodi jabbar, folbin kishi shunaqa narsalarga 1 gram ham ishonmayman, ixlos ham qilmayman. Lekin shunaqa boya aytganimdagi odamlar Allohning kamerasiga tushib qolishdan qo'rqishmaydi. Mana shunaqa oddiygina qo'yilgan kameradan qo'rqishib, shunaqa harom ishlarni qilmaydilar akalar. Meni 95% mijozlarim musofir yurtlardan aloqaga chiqqanlar, uylarda hech kim bo'lmaydi. Aksariyat holatlarda uylarda hech kim bo'lmaganligi tufayli boyagi ustalarga beradigan ishlarda ko'ngli xijil bo'ladi. Endi odamning uyimda qanaqa usta ishlayapti, uyimda shunaqa narsalarim bor. Baribir endi odam salgina bo'lsa ham gumonga boradi. Men o'sha narsani o'ylagan holda o'zimni erkatoy mijozlarim uchun mana bitta 360lik, ha mayli ikkita 360lik kameradan shuni har bitta ishlaydigan xonamga uydagilar uchun bonusga qo'yib beryapman. Bu nima uchun? Musofirlikda to'xtab bemalol ustalarni tekshirib o'tiradilar. İşlerimiz откровенный, ochiq oydin biza ko'rsatib beramiz. Shuningdek, men o'zim ham polnisda kontrolda har kun mana shu xonadonga kela olmasam ham telefonda o'zim ko'rib turaman. Qani ustalar ishlayaptimi, qanaqa kamchilik bo'lyapti, nima bo'lyapti, nima yetishmovchilik, hammasidan xabardor bo'lib turaman. Lekin bu eng zo'r tarafi shu musofir yurtdagi yurtdoshlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz baribir ozgina bo'lsa ham ko'ngillari to'lishi uchun kamera baribir foydali bo'ladi. O'zi mana Samarqanddagi obyektimizni egalari Rossiyada ishlab, bizga ijtimoiy tarmoqda aloqaga chiqqanlar, shu uylarga e'ron terishimizni. Bilasizlar, har zaman bitta yangilik qilib qo'yaman. Yangilik qilish maqsadida mana shunaqa kameralardan, mana shuni uylarda hech kim yo'q xonadonlarda ishlasak agar, qayluboy bitta yangi ishimiz uchun kameralari bonusga o'rnatib beramiz. Endi kamera haqida ham mana ustanovkachi akamizdan o'zlaridan ikki og'iz ma'lumot olamiz. Kelinglar. Muhammad aka, hozir bizga mana shu kameradan o'rnatib berdingiz. Faqat shunaqa kamera ustanovka qilasizlarmi yo bu kameralarning turlari ham bormi, yana boshqacha? Hozirda bizda kameralarning million xil turlari bor. Uyda egalari bizga murojaat qilishsa, Telegramdan tashlab beramiz variantlarimizni. Men oldingi kameralarni bilardim, через Wi-Fi ishlardi. Hozir bu kameralaringiz qanday ishlaydi? Wi-Fi обязательно kerakmi? Hozir sim kartali kameralarimiz chiqqan. Wi-Fi shart emas, sim karta flashka o'zida bo'ladi. Qo'yib, shuni joyda ishlatib ketaveramiz. Bitta sim karta flashka bo'ldi. Xizmatlar qayergacha bo'lyapti endi? Xizmatlarimiz Samarqand bo'ylab. Endi uydagilarga Telegramdan variantlarni tashlab berdingiz. Qaysini ma'qul qilsalar o'zlaringiz olib kelasizlarmi yo o'zlaringiz sotib olishlar kerakmi? O'zimiz olib borib o'rnatib chiroyli qilib beramiz. Tanlaganlarni. Shunday. Muhammad aka, sizlarda kameradan boshqa yana qanaqa xizmatlaringiz bor? Bizlarda buni kameradan boshqa yana Wi-Fi, internet, umniy zamok, shlagbaum shunaqa qurilmalar o'rnatamiz. Значит, darvozalarga domofonlar ham o'rnatib berasizlar. Bularni ham onlayn ko'rsa bo'ladi. Qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, to'g'rimi? Shunday. Tushunarli. Lekin men ana shu obyektlarimda ishlasam, uyning egalariga bonusga qo'yib beraman. Endi meni obunachilarimni sizga aloqaga chiqsalar, buni narxlarini qanday qilib berasiz? Usta Jonibek nomlaridan chiqsalaringiz, o'rnatishlarni chiroyli qilib skidka qilib beramiz. Qarang, lekin men obunachilarim hozirda o'zidan sizga telefon qiladilar. Men uylarda ishlashim shart emas. Men Usta Jonibekning obunachisiman desalar bo'ldi, chiroyli qilib berasiz aka. Uyaltirib qo'ymaysizmi? Yo'q. Men biror marta reklamaga chiqmaganman. Mana bu narsa xalqimiz uchun manfaatli bo'lgani uchun men reklama qilib beryapman. Kelishdikmi aka? Mana. Sizga kattadan katta rahmat. Hurmatli obunachilar, Muhammad akamizga kamera, domofon bo'yicha, Wi-Fi, internet xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlar Samarqand bo'ylab. Bu obyektimizda esa biz bonusga qo'yib berdik. Inshaalloh aytilgan gap, otilgan o'q mana bugundan 5-apreldan boshlab har bitta yangi obyektlarimda ikkitadan mana shunaqa onlayn kameralar qo'yib beraman. Uy egalari dunyoni nariga chekkasida bo'lmaydilarmi? Bizlarni qiladigan ishlarimizni va uylarga kimlar kirib, kimlar chiqyapti, hammasini o'zlari ko'zlari bilan
ko'rib, kontrol nazorat qilib turadilar. Salomat bo'linglar akalar. Rahmat.